E'tiboringlarni ekranga qaratishlarini so'rayman. Men bor vaqtlarni olyapmiz. Lekin biza Ominaxon bilan qanaqa tanishib qolganimiz, ya'ni love storyni sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Chiroyli kadrlar, zo'r ssenariylar qilishimiz mumkin edi. No, nima qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi o'shani ko'rsatishga qaror qildik. Marhamat, yoqimli tomosha. Xon Creative Studio. Bir kuni ofisda o'tirdik. Vayinga yana yangi hisob onasini ensim bor-u. Nima muammo? Instagramda qist qilyapti yoki? Yo'q, men yaxshi, bunaqasi yo'q, yaxshisi yo'q. Voy, topsa bo'ladi. Asabiylashishingizni qarang, yo'q narsa. Mana hamini ko'ring, zo'r ekan. Yo'q. O'zimni chalg'itib o'tirdim. Bir payt unga ko'zim tushib qoldi. Qarasam, efir qotgan ekan. Hammasi mana mashitdan boshlandi. U bilan gaplashdik, yozishdik, uchrashuv belgiladik. Eng qizig'i, u menga kerakli bo'lgan savolga Qarang. Vaylaga chiqasizmi o'zi? Yo'q, qanaqa vayn? Men chiqmayman, menga to'g'ri kelmaydi bu. lekin men uchrashuv belgilab qo'yganman. Nima bo'lsa ham u bilan ko'rishim kerak edi. Assalomu alaykum. 2 kishiga bron qilmoqchiman, 2 kishiga. Bormi joy? Ha. Soat 3 ga. Aha, Samandar. Bo'ldi, xo'p. E'tiboringlarni ekranga qaratishlarini so'rayman. Men bor vaqtlarni olyapmiz. Lekin biza Ominaxon bilan qanaqa tanishib qolganimiz, ya'ni love storyni sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Chiroyli kadrlar, zo'r ssenariylar qilishimiz mumkin edi. No, nima qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi o'shani ko'rsatishga qaror qildik. Marhamat, yoqimli tomosha. Xon Creative Studio. Bir kuni ofisda o'tirdik. Vayinga yana yangi hisob onasini ensim bor-u. Nima muammo? Instagramda qist qilyapti yoki? Yo'q, men yaxshi, bunaqasi yo'q, yaxshisi yo'q. Voy, topsa bo'ladi. Asabiylashishingizni qarang, yo'q narsa. Mana hamini ko'ring, zo'r ekan. Yo'q. O'zimni chalg'itib o'tirdim. Bir payt unga ko'zim tushib qoldi. Qarasam, efir qotgan ekan. Hammasi mana mashitdan boshlandi. U bilan gaplashdik, yozishdik, uchrashuv belgiladik.